Yosh kelin-kuyovlarimiz uchun shahar sentrdan bitta chiroyli uy topib qo'yaman. Korobka holda. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxi va qayerda manzilligini tushuntirib o'taman. Korobka holdagi tayyor uyimizni topib qo'yaman. Ungacha videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki degan eng arzon va sifatli reklama faqat biz kanalda. Mana bu tomonda hojatxona dushlari alohida joylashgan va bu tomonda ko'rib turganlaringizdek oshxonaga mo'ljallangan xonalarimiz, gaz, svet, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Gazlargacha уже tortib kelishgan. Oshxonamiz yoniga keladigan bo'lsak, bu tomonda yosh kelin-kuyovlarimiz uchun juda ham shinamgina, o'zingizlarning didinglarga mos remont qilsanglar bo'ladi. Spalniy xonamiz, spalniy xonaning yonida bilasizlar, doimgidek mehmon kutib olasiz uyingizga. Mehmon kutish uchun chiroyli uyimiz ham bor. Buni o'zingiz didingizda, fasadingizda zamonaviy remont qilsangiz bo'ladi. 20 ta 30 gacha odamni sig'dirib olsangiz bo'ladi. Bilasizlar, Gulistondagi domla kvadrat narxi 6 million, 6,5 million, уже 7 milliongacha chiqib ketgan. Lekin sizlar uchun arzon narxda yosh kelin-kuyovlar o'ylagan holda 5 million 850 ming so'mga talashib tortishib olib qo'yganman. Men nomimdan murojaat qilsanglar, yanada baraka qilsanglar bo'ladi. Pastda egalar raqamni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Bu joyda lokatsiyasini so'raganim uchun Guliston tomonida Haval avtosalonni ro'parasi barber shopni bilasizlar. O'shani yuqorisidagi 9-qavatdagi dom sotiladi. Pastdagi raqamni qoldiraman. Egalar bilan yanada baraka qilsanglar bo'ladi.